Bugungi kunda jamiyatimiz jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan bo'lsa-da, jinoyatchilikka qarshi kurashish masalasi har doim dolzarb bo'lib qolmoqda. O'g'irlik, firibgarlik, zo'ravonlik va boshqa turdagi jinoyatlarning ko'payib borayotgani barchani hushyorlikka chorlaydi. Aslida jamiyatda xavfsizlikni ta'minlash yo'lida har bir fuqaro o'z atrofidagi salbiy holatlarga befarq bo'lmay, faol fuqarolik pozitsiyasini namoyon qilishi kerak. Ma'lumki, hozirda butun vohamiz bo'ylab 24 soatlik rejimda xavfsiz va sog'lom yurt nomli keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Joriy yilning 15-aprel sanasidan 15-maygacha belgilangan ushbu oylik doirasida Termiz shahrida amalga oshirilayotgan ishlar bu boradagi faoliyatimizning yaqqol isbotidir. Hudud bo'ylab o'tkazilayotgan tungi profilaktik tadbirlarni kuzatar ekanmiz, hatto noqulay ob-havo sharoitiga qaramay, ichki ishlar organlari xodimlari kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish, jinoyat va tartibsizliklarning oldini olish, aholi tinchligini ta'minlash yo'lida o'z xizmat vazifasini sidqidildan bajarayotganligiga guvoh bo'lamiz. Qora dori, tozalash, antiterror, tig' kabi maxsus yo'naltirilgan profilaktik operatsiyalar doirasida jinoyatchilikka salbiy ta'sir ko'rsatuvchi shaxslar aniqlanib, ularning faoliyatiga chek qo'yish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Xodimlar tomonidan turli ko'ngilochar maskanlar va kompyuter o'yin xonalari faoliyati nazoratdan o'tkazilib, belgilangan ish vaqtidan tashqari ishlanmayotganligi tekshirildi. Savdo maskanlarida kuzatuv kameralarining o'rnatilganligi hamda qo'riqlash pultiga ulanganligi o'rganilib, tegishli tavsiyalar berildi. Ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklarida fuqarolar tomonidan ochiq qoldirilgan va nazoratsiz buyumlar tekshirildi. Tungi vaqtda aholi yashash hududlari atrofida shubhali shaxslar va transport vositalari to'xtatilib, ularning yukxonalari hamda salonlari ko'zdan kechirildi. Jinoyatchilikka qarshi kurashishda barchani hushyorlik va faollikka chorlaymiz, zero jinoyatga yo'l qo'ymaslik barchamizning vazifamizdir.